Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip be. Boludu balam, boludu. Ben sana ço hazırlam Dilala çöçeklerini koyup bere ya. Dilala çöçeklerini yoqtirib anglab kelayotgan umaqlarim, kashliginglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Jungo hayvonot çöçekleridan ilingan oq turnining quyruqi bilan qizil taji degan çöçekni anglaylik, ha? Burunqi zamonda oq turni bilan ko'qotan akuku bo'lib, bir cho'nqur ko'lda birga yashaydi ekan. U akukaylarning putlari uzun, gavdasi oppoq, bo'yinlari uzun, to'mishlari ushliq bo'lib, chiroy turqi bir-biridan ancha farqlanmaydi ekan. Ular birga turganda qaysi oq turna, qaysi ko'qotan ekanligini ayirib olg'ili bo'lmaydi ekan. Kunlarning birida havo nihoyatda isib ketib, ular suvda yuyinibdi. Yuyina, ularning gavdasi oppoq oqarib ketibdi. Ko'qotan yuyinib bo'lgandan keyin qirg'oqqa chiqib oftob sinibdi. U beshini ko'tarib suvga qarasa, oq turna tegicha suvda o'ynayotgan. U Amma kishi meni oq turnidek go'zal deyishidi. Ammo mening paylarim uninkidek uzun, uninkidek oq emas. Uning ustiga oppoq quyruqi xosiyatidan haqiqatan mendan ko'p go'zal ko'rindi-da. deb o'ylabdi. U o'ylagan sari sartis qaynab. Bu navbat uni qo'llab qirg'oqqa chiqarib elib, uning yuz-ko'ziga loy chechib, hamma yerni bulg'ab yetay. Yana oqirib turamdikan qani, bir ko'raychu, deb o'ylabdi. U o'ylana sozliqqa berib, bir siqim qap-qarlayni elib, quyruqining ostiga yo'shiribdi-da, suv bo'yiga lag'aylab kelib oq turniga. oq turnufqa, chaqqon kelgina. Kichik bir belok toshning ortiga kirib ketyapti. Tez bo'l, bunmiz ko'ramaysan. Debdi. Oq turna buning gullayotganligini nadimi bilsin? Darhol usti beshidagi suvni silkib etib, o'sib ketdi. Ko'qotan oq turna yaqin kelishiga layni elib uning etibdi. Oq turnaning qilchilikmi tayyorligi bo'lmag'achqa, qapqarlay uning quyrug'iga yepishib qapti. Ko'qotan qaqaqlab kulib ketib, xushallik bilan: oq turnufqa, endi qora turnaga aylanib qolding-ku, debdi. Oq turna buni anglab g'azablanibdi-da, uchib berib ko'qotan bilan elishmoqchi bo'ldi. Ko'qotan qo'rqib qo'liga bir toshni elib oq turnaga etibdi. Tosh berib oq turnaning dal cho'qqisiga tegibdi. Shu hamon uning beshidan qip-qizil hurrak o'rlab chiqibdi. Ko'qotan yo'lga ravon bo'ldi. Oq turna og'riqqa bardoshlik berib, ko'z yoshlarini ichiga yutib, suvga kirib, quyrug'idagi layni yumaqchi bo'ldi. Lay shamoldab qurib ketgachga har qancha yubni chiqara olmabdi. Aksicha yo'g'on siri bayroq qardab ketibdi. Amdin beshidagi yurakni yumoqchi bo'libdi-da, yo'g'on siri bayroq qizirib ketibdi. Buning bilan burunqidimi go'zal bo'lib ketibdi. Ko'qotan biroz uchib yurgandan keyin men qaytib berib, uni toza bir uzotat qilay-chu, deb o'ylabdi-da, kelib qarasa, oq turna suvda qanotlarini taravatgan, gavdasi oppoq, taji qip-qizil, quyrug'i qap-qora bo'lib parqirab turgan. Burunqidimi chiroyli bo'lib ketibdi. Bu qitim ko'qotan o'lgidek jili bo'ldi, lekin aqsida ufqam go'zal, deb bir necha eg'iz qo'shamat qilishga majbur bo'ldi. Oq turna uning niyatining yomonligini bilib, uningga qilch parvo qilmay qanotlarini taraveribdi. Ko'qotanning toza g'azbi kapdi. U shuningdan boshlab ta hozirga qadar kun bo'yi ufqam go'zal, deb sayraydi ekan. Oq turna hamon undansiz holda qanotlarini tarash bilan bo'ladi ekan. Do'stlar, boshqalarning go'zalligiga hasad qilib, niyatini qora qilish, qaslash to'g'rimi, xatomi? Buningga sizlar hukm qilinglar, ha? Ko'qotanning qilg'ini zodi to'g'rimi, xatomi? Undaqda oxirda Dilala hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi.
balalar qo'shqi pan tatir. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, cho'ng bo'lganda boy bo'lur, mingan eting tay bo'lur. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, tishligining may bo'lur, taqdir avan joy bo'lur. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, ishlamagan xar bo'lur, ishlaganlar boy bo'lur. O'maqlarim, yana bir qitim tayyorlab bering ya. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, cho'ng bo'lganda boy bo'lur, mingan eting tay bo'lur. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, tishligining may bo'lur, taqdir avan joy bo'lur. G'at xud pan tatir, panni ikkimiz tang tatir, ishlamagan xar bo'lur, ishlaganlar boy bo'lur. O'maqlarim, kash bo'lib ketibdi. Amis bugun baldir uxlanglar, ha? Atimish vaqtda Dilala indidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga ma'qul bo'lsin.